Siz ham haqiqiy turk atmosferasini his qilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Haqiqiy Turkiyani his qilishingizga burada kebab yordam beradi. Men ham his qilamikinman deb ovqatlarim bilan desertlarimni olib joylashib oldim. Keyin limon his sharbatimdan ichib olib, burada tost yeyishdan boshladim. Sirlarim cho'zilishiga bitta like bosib ketsangiz ham arz ekan. Ichligi bo'yicha bu tost faqat burada kebabda bor ekan. Boshqa joydan topa olmaysiz deyishdi. Burada tostning ikki xil turi bo'lib, bittasi mol go'shti, bonfile joyidan tayyorlansa, ikkinchi turi tovuq go'shtidan tayyorlanar ekan. Mazasi yaxshi, menga yoqdi. Keyin saryoli bonfileni yeyishni boshladim. Padachalari ham yaxshi, yonida kartoshka frilari ham bo'lar ekan. Mazasiga keladigan bo'lsam, saryoni mazasi shundoq go'shtga chiqqan, mazali, lekin saryog'i menga sal ko'plik qildi. Bonfile minimum 200 gram, u yog'iga xohishingizga qarab yarim kilo qolasiz, 2 kilogacha ham tayyorlab beraverishar ekan. Turk menyusi bor joyiga bilsanglar, bardak choysiz tasavvur qila olmaysiz. Lekin bu yoqda 5 xil giyohlardan burada choy tayyorlashni ham yo'lga qo'yishibdi. Mazasi prosta bomba. Giyohlarning hammasi inson salomatligi uchun juda ham foydali. Hech qanaqa ximikatlar qo'shilmaydi deyishdi. Burada kebabdan yana turetskiy baklavalarni, undan ham tashqari ko'plab shirinliklarni topishingiz ham mumkin. Yaqinlar bilan ermek qilib o'tirishga bo'lsa, shunaqa chaqchuq asartilar ham menyuligida bor ekan. Atmosferaga alohida 5 baho. Shunaqa salqin kunlarda yaqinlar bilan issiq joyga kelib didorlashib o'tirishga nima yetsin. Shu videoni Turkiyani birga his qilmoqchi bo'lgan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Atmosfera agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Manzil Sergeli Sug'diyona ko'chasi, Arentir Sergeli tuman hokimiyatining yonginasidagi ko'cha, aniqlik aytsa Telegram kanalda.